hurmatli prezident, iltimos, men mana prokuraturaning yoniga keldim. Abdulloh degani xat bilan kelasan deb meni eshidan kirgizmadi. Gapimni tinglamayapti. Mana bu holatni ko'rib hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu voqea aynan bugun Andijon viloyati Bo'ston tumani prokuraturasining oldida bo'layotgan holat. Onaxon 4,5 oydan beri qiziga adolat so'rab prokuraturaga yugur qiladi, arizalar topshiradi. Lekin birorta arizasiga ham javob ola olmaydi. Hattoki kirib suhbatlashadi, ish qanaqa holatda ketyapti deydi. Ish ketyapti, kuting deyshadi. Lekin natija bo'lmaydi. Bu holatdan keyin onaxon o'zini cho'ntagidan rasxod qilib advokat yollaydi. Advokat kelib bu ishni o'rganib chiqqanidan keyin, "Opa, sizni ishingiz aprel oyida yopilib ketgan ekan. Biz sizga yordam bera olmaymiz" deb turib bu ishni olishdan bosh tortadi. Opamiz hayron bo'ladi. Qanaqasiga bu ish yopilib ketishi mumkin? Biz kirib suhbatlashganimizda ish ketyapti deyishgan. Lekin ish yopilganligi haqida xabar berishmagan deb hayron qoladi. Hattoki kirib o'zi suhbatlashadi. Nimaga ishtiyofor deylar desa, "Nima, sizlardan so'rab o'tirarmidik, ishtiyoformizda" deyshadi. Opamiz bu holatdan keyin nima qilishni bilmasdan 15-iyun kuni "Uka, iltimos bizga yordam bering, yo'l yo'riq ko'rsating, nima qilaylik, bu ishni yoritib bering" deb turib murojaat qiladi. Opamiz menga kerakli arizalarni, hujjatlarni tashib beradi, voqealarni tushuntirib beradi. Mana shu ishni bir hafta davomida tahlil qilib ko'rganimdan keyin, "Opa, men sizni ishingizga yordam beraman, faqat bu ishni yopilib ketganligi haqidagi qarorni menga tashab bering", sababini yozib qo'ygan bo'ladi. Mana shu narsani o'qib chiqib turib, shunga qarab turib sizlarga yo'l yo'riq ko'rsataman, maslahat beraman. Agar ishni qaytib ochish mumkin bo'ladigan bo'lsa, qaytib ochamiz deganimda, opamiz aytdiki, "Menda hech qanaqa qaror yo'q" dedi. "Ertaga borib so'rayman" dedi va mana bugun borib turib prokuraturadan ish yopilib ketganligi haqidagi qarorni so'raganida, "Biz sizlarga bermaymiz, xat bilan kelasizlar" deb turib qo'pol muomalada bo'lib prokuraturaning ichiga kirgizmay qo'yishadi. Agar davlat xodimlarining orasida mana shunaqa beparvo insonlar bor ekan, mana shunaqa onalarimiz ko'chalarda sarson bo'lishda davom etadi. Mana sizlarga savol: davlat xodimlari o'z ishiga bemas'uliyat bo'lib turgan bir vaqtda biz blogerlar nima qila olishimiz mumkin? Ariza topshirishsa, arizasiga javob qaytmayapti. Tergov davomida mana shu holatlarni o'rganib chiqinglar desa, o'rganib chiqishmayapti. Hattoki ish yopilganligi haqida xabar berishmayapti. Nima qilishimiz mumkin bunaqa holatda? Va sizlardan iltimos qilardimki, videoni maksimalni like bosib, repost bosib tarqatinglar. Shu voqea qanchalik shov-shuv bo'ladigan bo'lsa, opamizni ishini xalqqa berishimiz shunchalik oson bo'ladi.